Kimni kutyapmiz? Behruz armiyadan kelyapti. Yana armiyadan kelyaptimi? Ha, u bilasan, Zirks armiyaga ketadi. Poyezdda kelmadingmi? Poyezdda kelayotganda prosta yurist qilib sekin yurar ekan. Xo'p, men qayerda shunday tushib qoldim-da, bag'iga o'zim yugurib keldim. Qachongacha yolg'on gapirasiz? Ishonmaydi. Poyezd endi Bryusselga yetgan bo'lsa kerak. Aldamay. Yo'q, bo'ri meni qidirib keldi o'sha yerda. Bak, nima, bak. Bilasanmi, hamma armiyada ot minadi. Men bir yo'li fil mindim. Nimaga? Mani birorta ot vesimi ko'tarolmadi, og'irman, ko'tarib ko'rganda. Ana, ko'rding, ko'taraldim bo'lyapsan, aslida ko'taralganing yo'q. Mana shu kanalda o'zim ko'lab, oroldan suv tortib kelganman. Rosta. Menga qara, sen nimaga hadeb armiyaga boraverasan? Bo'ldi, endi boshqa bormayman, deport urib berishdi-yu. Endi ushaldingmi? Armiyaga deportga aloqasi yo'q. Bor ekanda, hadeb kelavermasin deb oxiri deport urib berishdi. Qo'ysanchi. Armiyada bitta gap eshitdim. UPSga universitet ochildi Namanganda. Ha, biz o'qiymiz-ku o'shanda. Yo'q-a? Ha? Voy, Dali universitet fashi zo'r. Sen qayda eshitding? Kirmanada bor armiyada. Hammani o'zi shu universitet. Marko Royz bilan bitta vizvodda xizmat qildim-da, Borussiyaning hamma o'yinchilarini olib kelib, mana shu universitetda o'qitmoqchi. Salam topshir, birga o'qiymiz. Sala haqiqatni bilmaysanlar-da. Hech kimga aytmaysanlarmi? Bu universitet haqiqiy direktori men bo'laman. Bor, yo'q. Shunday, shu. Atsileni ekanligini.